Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz turizm sohasining resurslari. Mavzuyimizni quyidagi rejalar orqali yoritib beramiz. Turizm resurslari tushunchasi va turizm resurslarining guruhlanishi. Turizm resurslari tushunchasi. Turizm sohasining resurslari turizm maqsadlarida va turizm jarayonida insonning ehtiyojini qondirishga qodir tabiiy, iqlim bo'lishi mumkin, ijtimoiy, madaniy, tarixiy, me'moriy yodgorliklarimiz, ilmiy va xizmat ko'rsatishga doir va turistlar tomosha qilinuvchi obyektlar bu hammasini to'plam yig'indisi turizm resurslari hisoblanadi. Ya'ni turistlarning ehtiyojini qondiruvchi barcha vositalar bizda turizm resurslari hisoblanadi. O'zbekiston o'zini juda ham katta turistik resurslari bilan ajralib turadi. Bugungi kunda O'zbekistonda katta resurslar salohiyatiga ega bo'lib, hududda 8 mingdan ortiq tarixiy arxitektura yodgorliklari va go'zal tabiiy iqlimiy resurslar mavjud. Lekin bu resurslarning hammasidan ham to'liq foydalanilmaydi. Mamlakatimizda mavjud jami turistik rekreatsion obyektlardan Toshkent shahrida 144 tasi, Samarqandda 118 tasi, Buxoroda 201 tasi va Xiva shahrida 310 tasi joylashgan bo'lib, ushbu turistik obyektlardan foydalanadigan turistik firmalar esa asosan markaziy mintaqalarda joylashganini ko'rishimiz mumkin. Turistik resurslarni faqatgina 1/3 qismigina turizm uchun faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Qolganlari esa turistik infratuzilmaning shakllanishi va yangi tur mahsulotlarini yaratilishini talab qilinmoqda. Yuqorida aytganimizdek, turistik resurslar eng ko'pi Xivada, ya'ni 310 ta. Bundan keyingi o'rinda 201 ta Buxoroda, 118 ta Samarqand shahrida va Toshkent shahrida 144 ta turistik resurslarimiz mavjud. Turistlarni asosan ko'pchiligi o'sha tarixiy obidalarimizni ko'rishga qiziqib kelishadi. Turistik resurslar shartli ravishda ikki xil guruhga bo'linishi mumkin, ya'ni tabiiy va infratuzilmali turistik resurslarga bo'linadi. Tabiiy turistik resurslar quyidagi xususiyatlariga ko'ra bir nechta guruhlarga ajraladi. Ya'ni kelib chiqishiga ko'ra tabiiy, iqlimiy bo'lishi mumkin, geologik, gidrologik har xil suvlar bu tabiiy turistik resurslar tarkibiga kirib ketadi va biologik holatda bo'lishi mumkin. Tirik, tuproq resurslari, flora, faunalarning hammasi biologik turistik resurslarga kirib ketadi. Bundan tashqari tabiatdan o'ziga xos maydon va landshaft sifatida foydalanish, resurslarni madaniy ziyorat qilish kabi turizm turlarini rivojlantirishga asos bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari rekreatsiya sifatida foydalanish turiga ko'ra turistik resurslarimiz mineral suvlar, botqoqlar, tuzlar, o'rmonlar, daryo, sohillar, buloqlar va tabiatdagi so'lim joylar, bularning barchasi rekreatsiya sifatida foydalanilgan turistik resurslar tarkibiga kiradi. Resurslarning davomiylik darajasiga ko'ra, ya'ni tugaydigan tabiiy resurslar, ular o'z navbatida yangilanib turadigan chuchuk suv, o'simlik va hayvonlar dunyosi va yangilanmaydigan har xil minerallar turlariga bo'linadi. Va bundan tashqari tugamaydigan tabiiy resurslar, ularga quyosh energiyasi, shamol, dengiz to'lqinlari suvlari kirib, misol qilib ayta olamiz. O'ziga qayta tiklanishi va o'sish imkoniyatiga ko'ra, ya'ni qayta tiklanadigan resurslar bunga o'rmonlarni misol qilib ko'rsak bo'ladi. Ya'ni o'rmonlar o'rtacha 20-30 yil davomida o'zini qayta tiklab olish xususiyatiga ega bo'ladi va qayta tiklanmaydigan resurslarimiz mavjud. Tabiiy turistik resurslar orasida asosiy o'rinni rekreatsiya resurslari egallaydi va ular mamlakat aholisini hamda turistlarni dam olishi va davolanishi uchun xizmat qiladi. Rekreatsiya tushunchasini turli talqinlarni tahlil qilish natijasi uni uydan tashqariga, masalan, tabiatda turistik sayohatlarda, sanatoriya, kurort, sog'lomlashtirish muassasalarida dam olish yo'li bilan sog'liqni tiklash, ishchi kuchini tiklash deb ham tushunishimiz mumkin. Ya'ni sog'lomlashish, tinchlanish uchun sayohatlarga chiqish bu rekreatsiya tushunchasini beradi. Madaniy tarixiy resurslar bu moddiy va madaniy turli yodgorliklar majmuasi, ma'lum bir mintaqani turistik qiziqish obyektlari hisoblanadi. Madaniy tarixiy obyektlar har xil yodgorliklarni bularga misol qilib keltirsak bo'ladi. Arxitektura binolari, arxeologik ahamiyatdagi joylar, ilmiy, madaniy va tarixiy ahamiyatga ega g'orlar, har xil yozuvlar, ansambllar, ilmiy, madaniy yoki tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan
o'zaro bog'langan binolar guruhi, masalan, Registon ansamblini bunga misol qilib keltirsak bo'ladi. Mehmondo'stlik joylar inson yoki tabiat tomonidan yaratilgan estetik, etnografik, tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan, o'ziga jalb qiluvchi, o'ziga xos joylar, milliy bayramlarimiz, har xil festivallar, muqaddas joylarimiz, ziyoratgoh joylarimiz va maftunkor joylarimizni bunga misol qilib keltirib aytsak bo'ladi. Bundan tashqari ijtimoiy-iqtisodiy omillarni ham keltirib o'tsak bo'ladi. Ya'ni mehnat resurslari, o'sha turistik xizmatlarni ko'rsatuvchi, turistlarga xizmat ko'rsatuvchi har xil korxonalarda faoliyat olib boruvchi shaxslar mehnat resurslari hisoblanadi. Ya'ni iqtisodiyotni har xil tarmoqlarda ishlab, turizm infratuzilmasini yaxshilashga yordam ko'rsatuvchi shaxslarni ham mehnat resurslari sifatida keltirib o'tsak bo'ladi. Bundan tashqari turistik axborot resurslari, ya'ni dunyoni boshqa davlatlariga o'sha yurtingizdagi turistik joylar haqida ma'lumot berishingiz uchun kerak bo'ladigan turistik axborot resurslari, bunga misol qilib internet tarmog'ini, adabiy va tasviriy nashrlarni, axborot tashuvchilar, turli axborot manbalarini, internet saytlarini misol qilib aytsak bo'ladi. Bundan tashqari bizda tarixiy obidalarimiz, qadimgi tarixiy obyektlarimiz UNESCO tomonidan ro'yxatga olingan bo'lib, ularni ta'mirlash uchun, restavratsiya qilish uchun UNESCO tomonidan har yili nazorat qilib, holati o'rganilib, pul mablag'lari ajratib turiladi. UNESCO tomonidan qo'riqlanayotgan obyektlarga dunyoga mashhur bo'lgan obidalar, tabiat maskanlari, madaniy merosni saqlash va undan foydalanish, milliy folklor festivallarini misol qilib keltirib aytsak bo'ladi. Bundan tashqari dunyoda o'ziga mo'jizalari, ya'ni dunyoning eski mo'jizasi va yangi mo'jizalari mavjud bo'lib, ulardan bittasi Misr piramidalari hisoblanadi. Misr piramidalari Misrda joylashgan bo'lib, piramida shaklidagi qadimiy tuzilmalar hisoblanadi. Manbalarga ko'ra, hozirgacha aniqlangan piramidalar 119 tani tashkil etadi. Ularning aksariyati qadimgi va o'rta qirollik davrida mamlakat fir'avnlari va uni rafiqalari uchun qabr o'laroq bunyod etilganini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari yana bitta mo'jizalardan bittasi Bobilning osmon bog'lari hisoblanadi. Bu bog'lar qadimgi Sharqning eng katta va badavlat shahri Bobilda bo'lgan va samoviy bog'larning yaratilishi rivoyatlarda ayol podsho Semiramida nomi bilan bog'lanadi. Aslida esa ular podsho Navxodon Nasr farmoyishi bilan miloddan avvalgi 6-asrda bunyod etilgan. Podsho o'z saroyini baland sun'iy maydon ustiga qurgani rasmda ham ko'rishimiz mumkin, lekin hozirda bu mo'jizamiz saqlanib qolmagan. Yana bitta mo'jizalarimizdan bittasi Mabuda Artemida ibodatxonasi. Mabuda Artemida sharafiga Efes shahrida ko'rganlarni lol qoldiradigan ibodatxona qurilgan. Afsonalarga ko'ra, Artemida Zeusning qizi bo'lgan va bu hosildorlik oy va oy ma'budasi hisoblangan. Va miloddan avvalgi 365-yilda Gerostrat ismli shaxs shuhrat qozonish maqsadida ibodatxonaga o't qo'yib, uni yoqib yuborganini tarixda o'qib o'rganishimiz mumkin. Yana bitta mo'jizalarimizdan bittasi Galikarnas maqbarasi. Maqbara nomi bilan ham tanilgan. Miloddan avvalgi 4-asrda qurilgan ulkan dafn yodgorligi Galikarnasni shahrini boshqargan podsho Mavsus sharafiga maqbara qadimiy me'morchilik durdonalaridan biri hisoblanib, qadimgi dunyoning 7 mo'jizasi qatoriga kiritilganini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari yana bitta mo'jizalarimizdan biri Rodosdagi haykal, ya'ni Artemida ibodatxonasini kenja zamondoshi va raqobatdoshi bo'lgan va bu noyob haykal Rodos orolini xaloskori sifatida ardoqlashgan. Aleksandriya mayog'i yana mo'jizalarimizdan bittasini misol qilib keltirsak bo'ladi. Va Olimpiyadagi Zeus haykali eramizdan avvalgi 5-asrda Yunon haykaltaroshi Fidi tomonidan yasalgan. Bu haykal Olimpiya o'yinlari o'tkaziladigan Olimp tog'idagi Zeus ibodatxonasining markazida joylashgan va dunyoni eski mo'jizalaridan tashqari yangi mo'jizalari ham mavjud. Bular birinchisi Buyuk Xitoy devorlari, ikkinchisi Rio de Janeyrodagi Iso Masih haykali, Al-Batri tosh shahri Petradagi
Machu-Pikchudagi inklarning tosh shahri, Chechen Ingushiyadagi mayyalar ibodatxonasi, 6-si Rim Kolizeyi va 7-si Toj Mahal bu dunyoni 7ta yangi mo'jizalari hisoblanadi. Keyingi mavzuyimiz turizm sohasidagi xizmatlar va mahsulotlar. Mavzuyimizni quyidagi rejalar orqali yoritib beramiz. Birinchi rejamiz turistik xizmatlar, ikkinchi rejamiz turistik mahsulotlar, uchinchi rejamiz turistik xizmatlar xususiyatlarini 4ta S bilan ifodalanishi, to'rtinchi rejamiz xizmat ko'rsatish klasslari va xizmat paketi. Turistik xizmatlar turizm sohasini muhim ijtimoiy hamda iqtisodiy ahamiyatiga ega bo'lishi bilan quyidagi omillarga ta'siri bilan belgilanadi. Ya'ni mahalliy daromadni oshishiga yordam beradi. Ya'ni chet eldan bizga turistlar oqimini kirib kelishi bilan o'sha hududdagi aholini daromadlari o'z-o'zidan yashash tarzi yaxshilanishi boshlaydi. Yangi ish o'rinlari yaratiladi. Ya'ni turistlarga xizmat ko'rsatuvchi har xil tarmoqlarda yangi ish o'rinlarini yaratilishiga va bandlikni oshirishga bizga yordam beradi. Turistik xizmatlar ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan barcha sohalarni rivojlantiradi. Ya'ni turistik xizmatlarga bog'liq ravishda boshqa xizmatlar, bank xizmatlari, transport xizmatlari, ovqatlanish xizmatlari turizm rivojlanishi bilan ular ham bevosita rivojlanishni boshlaydi. Sayyohlik markazlarida ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantiradi. Ya'ni infratuzilma yaxshilanib, ularga xizmat ko'rsatish darajasini yaxshilashga yordam beradi. Xalq hunarmandchilik markazini faoliyatini rivojlanishini tezlashtiradi. Mahalliy aholini yashash darajasini o'sishini ta'minlab beradi va o'z-o'zidan valyuta tushumlarining miqdorini o'sishga bizga yordam beradi. Turistik xizmatlar turistik faoliyat subyektlarini joylashtirish, ovqatlantirish, transport, axborot reklama xizmatlari ko'rsatish borasidagi, shuningdek turistlarning ehtiyojini qondirishga qaratilgan boshqa xizmatlarning yig'indisidan iborat bo'ladi. Bu O'zbekiston Respublikasini turizm to'g'risidagi qonunining 3-moddasida belgilab o'tilgan. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasini turizm to'g'risidagi qonunining 12-moddasida turistik xizmatlar shartnoma asosida ko'rsatilishi keltirib o'tilgan. Ya'ni shartnomada ko'rsatilgan xizmatlarning ko'lami va sifati, taraflarning huquqlari hamda majburiyatlari, haq to'lash va hisob-kitoblar tartibini, shartnomaning amal qilish muddatini va uni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun javobgarlikni va shuningdek taraflarning kelishuviga ko'ra boshqa shartlarni belgilab o'tilishi keltirib o'tilgan. Turistik xizmatlar turistik va ekskursant ehtiyojlarini qondirish va ta'minlashga qaratilgan xizmat sohasidagi bir maqsadga yo'naltirilgan harakatlar to'plamida iborat bo'lib, ular turizm maqsadlariga, xarakteriga va turizm xizmatlarini qanday yo'naltirilganligiga javob berishi hamda umuminsoniy tamoyillarga qarshi bo'lmasligi kerakligi keltirib o'tilgan. Davlat standarti ta'rifiga ko'ra turistik xizmatlar bu turistlarning ehtiyojlarini qondirish faoliyati bilan shug'ullanuvchi turizm tashkilotlari faoliyatlarini mahsuli hisoblanadi. Turistik xizmatlar 2 xil turga bo'linadi. Ya'ni asosiy xizmatlar va qo'shimcha xizmatlardan iborat bo'ladi. Asosiy xizmatlar bular tur paketga kiritilgan barcha xizmatlar asosiy xizmatlar hisoblanadi. Ya'ni turistlarni tashish, joylashtirish, ovqatlantirish xizmatlarini barchasi asosiy xizmatlar hisoblanadi. Qo'shimcha turistik xizmatlar esa turistik paketlarga kiritilmaydi. Asosiy turistik xizmatlar oldindan sotib olingan sayohatni boshlashdan oldin, ya'ni to'lov oldindan amalga oshirilgan bo'ladi. Siz sayohatga chiqishingizdan oldin o'sha asosiy turistik xizmatlarni sotib olgan holda keyin sayohatga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Qo'shimcha turistik xizmatlar esa sayohatga chiqishingiz davomida, ya'ni xizmat foydalanish jarayonida turist tomonidan qo'shimcha to'lov sifatida amalga oshiriladi. Ya'ni turist sayohat qilayotgan paytida o'ziniki ehtiyojidan kelib chiqqan holda qo'shimcha xizmatlardan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Qo'shimcha turistik xizmatlar turist 2 xil vaziyatda foydalanishi mumkin bo'ladi. Ya'ni tur paketni tanaffus qismida yoki turist bo'sh qolgan vaqtlarda foydalanadigan xizmatlar. Asosiy xizmatlar ko'rsatilishi davomida yoki turist ehtiyojidan kelib chiqqan holda foydalanadigan xizmatlar barchasi qo'shimcha xizmatlar hisoblanadi. Ya'ni masalan siz mehmonxonada yashayotgan paytingizda kiyimlaringizni yuvdirishga yoki qanaqadir bank xizmatlaridan foydalanishga ehtiyoj tug'ilib qolganda qo'shimcha xizmatlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Turistga ikkinchi vaziyatdagi qo'shimcha turistik xizmatlarni ko'rsatishda
quyidagilarga e'tibor berish kerak bo'ladi. Ya'ni ovqatlanish korxonalarida qo'shimcha turistik xizmatlar maxsus turist buyurtmasi va tanloviga asosan ko'rsatilgan xizmatlar hisoblanadi va mehmonxonalardagi turistik xizmatlar turistik xizmatlar. Turistik mahsulotlar bu turistni asosiy xizmatlaridan, ya'ni bronlashtirish, transfer, joylashtirish, ovqatlantirish, ekskursiyalar, qo'shimcha xizmatlar, turistik ishlardan, masalan, foto xizmati, sug'urta xizmati, axborot, moliya, bank xizmati va turistik tovarlardan har xil esdalik sovg'alari, xilma-xil tovarlari, iste'mol tovarlari, parfyumeriya, tamaki, spirtli ichimliklar, maishiy texnika, kiyim-kechaklarni barchasini yig'indisi bu turistik mahsulotlar hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining turizm to'g'risidagi qonunining 3-moddasiga ko'ra, tur muayyan yo'nalish bo'yicha turistik xizmatlar majmui, ya'ni joy bandlash, joylashtirish, ovqatlantirish, transport, rekreatsiya, ekskursiya xizmatlari va boshqa xizmatlar bilan ta'minlashga qaratilgan aniq muddatlardagi turistik sayohat bu tur hisoblanadi. Turistik mahsulot tarkibini ko'radigan bo'lsak, tur paket yoki asosiy xizmatlar turistik mahsulotni 50% tashkil qiladi va qo'shimcha xizmatlar, ya'ni sayohat davomida turistni o'zini ehtiyojidan kelib chiqadigan xizmatlar tur mahsulotini 30% tashkil qiladi va har xil turdagi sovg'alar, suvenirlar, tovarlar bu turistik mahsulotni 20% tashkil qilishi mumkin. Turistik mahsulotlarning tarkibini ko'rib chiqadigan bo'lsak, turizmning asosiy xizmatlari, ya'ni tur operator xizmatlari, tur agentlar xizmatlari, tashish, transfer, ya'ni sayohatchini aeroportdan mehmonxonagacha yoki mehmonxonadan aeroportgacha yetkazib qo'yish xizmatlari, joylashtirish, ovqatlantirish, turistik ekskursiya xizmatlari, davolash va dam olish xizmatlari bu turizmning asosiy xizmatlari tarkibi hisoblanadi. Turizmning qo'shimcha xizmatlari bu har xil moliyaviy cheklar, bank moliya kartalari, avtomobillarni ijaraga berish, qo'riqlash, turistlarni agar zarurat tug'ilib qolganda qo'riqlash, immigrantlarni viza, har xil hujjat rasmiyatchiliklari bo'yicha ko'rsatiladigan xizmatlar, sug'urtalash, axborot bilan ta'minlash, gid tarjimon xizmatlari bu barchasi turistik mahsulotni qo'shimcha xizmatlari tarkibiga kirib ketadi va turistik tovarlar assortimentiga esa har xil suvenirlar, esdalik sovg'alar, parfyumeriya mollari, tamaki mahsulotlari, maishiy va industriya mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, milliy hunarmandchilik mahsulotlari va turizmga doir barcha narsalarni turistik tovar assortimentiga kiritishimiz mumkin bo'ladi. Turistik xizmatlar o'zini xususiyatidan kelib chiqqan holda 4S qoidasi bilan ifodalanadi. Ya'ni boshqa xizmat turlari kabi turistik xizmatlar o'ziga xos xususiyatlarni shartli ravishda 4S bilan belgilangan. Ya'ni quyidagi holatda birinchisi sezilmaslik, ikkinchisi servisni va iste'molchini o'zaro bog'liqligi, uchinchisi saqlanmaslik, to'rtinchisi esa sifatning doimiy emasligi. Bularni ko'rib chiqadigan bo'lsak, sezilmaslik, ya'ni turistik xizmatlar moddiy mahsulot bo'lib hisoblanmaydi. Ular ijtimoiy madaniy sohalarga tegishli bo'ladi. Chunki iste'molchini ijtimoiy madaniy xizmatlarga bo'lgan ehtiyojini jismoniy, intellektual va ma'naviy ehtiyojini qondirish bo'yicha xizmatlarni ijro etuvchilar faoliyatini aniqlaydi. Ularni xarid qilish vaqtida ko'ra olmaysiz yoki baholay olish imkoniyati mavjud emas. Bularni ko'rish uchun, iste'mol qilish uchun shaxsan iste'molchi o'sha joyga borib, obyektga borib, tashrif buyuribgina baholashi mumkin bo'ladi. Saqlanmaslik. Turistik xizmatlarning saqlanmasligi, ya'ni saqlash mumkin emasligi. Turistik xizmatlarning hayotiy sikli moddiy tovarlardan tubdan farq qiladi. Ya'ni xususan saqlash bosqichi mavjud bo'lmaydi. Ya'ni siz masalan samolyotga bilet olib, uni qanaqadir saqlab qo'ya olmaysiz yoki har xil tadbirlarga bilet olib saqlab qo'ya olmaysiz. Omborlarda ham saqlanmaydi. O'sha belgilangan vaqtida o'zi joyida bo'lishingiz talab etiladi. Servis va iste'molchini o'zaro bog'liqligi xizmatlar iste'molchi va ijro etuvchini o'zaro ta'siri natijasidan tashkil topganligi sababli turistik xizmatlarni ko'rsatish jarayoni, ya'ni ishlab chiqarish va iste'mol bilan birga parallel ravishda amalga oshiriladi. Ya'ni moddiy shaklda tovarlarni ishlab chiqarish, uni sotuvidan oldin bo'ladi. Faqat undan keyingina
iste'mol jarayoni boshlanadi. Ya'ni yana bir muhim xususiyatlardan biri turistik tovarlar va xizmatlar iste'moli faqatgina iste'molchini, ya'ni turistni uni ishlab chiqilgan joyiga olib borgan holdagina amalga oshiriladi. Oddiy tovarlar va xizmatlar iste'moli esa teskari, ya'ni ishlab chiqilgan mahsulot joyidan qat'iy nazar tayyor bo'lgach, iste'molchi uni shu yerni o'zida iste'mol qilishi mumkin bo'ladi. Sifatning doimiy emasligi, ya'ni xizmatlar sifati ko'p hollarda manbani holati, uni malakaviy tajribasi, kayfiyatiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham sifatlar doimiy bir xil bo'lmasligi mumkin bo'ladi. Xizmat ko'rsatish klasslari va xizmat paketlari. Xizmat ko'rsatish klasslari, ya'ni turoperator va turagentlar turlarni tashkil etishda, ularni sotishda quyidagi kategoriyalardan kelib chiqqan holda bir nechta toifalarga ajratishgan. Ya'ni lyuks klass, birinchi klass, turistik klass, iqtisod klasslari. Lyuks klass bu turlarni tashkil qilishda odatda eng yuqori darajali xizmatlarni jalb qiladi. Ya'ni VIP xizmat ko'rsatish turkumi bo'yicha taqdim etiladi. Ya'ni sizga alohida samolyotda uchish, alohida mehmonxonada, lyuks mehmonxonada joylashtirishni taklif etadi. Birinchi klass bu ham nisbatan yuqori darajali xizmat ko'rsatish bo'lib, 4-5 yulduzli mehmonxonalarga joylashtirish, biznes klass darajasidagi samolyotlarda uchishni, qimmatbaho restoranlarda ovqatlanishni va individual transferni, gid xizmatlarini nazarda tutadi. Turistik klass esa asosan 2 va 3 yulduzli mehmonxonalarda joylashtirishni, doimiy aviareyslarni iqtisod klasslarida uchishni, shved stoli bo'yicha ovqatlanishni, guruhli transferni nazarda tutuvchi eng ommalashgan xizmat ko'rsatish turlaridan biri hisoblanadi. Iqtisod klass bu eng arzon xizmat ko'rsatish turlaridan biri hisoblanadi. Odatda iqtisod klassdan yuqori talabalar, kam ta'minlanganlar foydalanishadi. Ya'ni ushbu klass dasturlari yuqori darajada bo'lmagan xizmatlarni kam miqdorda tashkil etishni ko'zda tutadi. Tur to'plam, ya'ni tur paket iste'molchilarga guruhli yoki individual variantlar bo'yicha taqdim etiladigan xizmatlar to'plamiga kiradi. Ya'ni tur paketni tashkillashtirishga quyidagi omillar bevosita ta'sir qiladi. Ya'ni berilgan sayohatga talabni mavjudligi, ya'ni sayohatchilarni o'sha taklif etilayotgan sayohatga qiziqishi mavjudligi, xizmatlar infratuzilma moddiy bazani mavjudligi, aviakompaniya va boshqa transport kompaniyalari bilan munosabatlari, jo'natuvchi va qabul qiluvchi mamlakat o'rtasidagi munosabatlar, hamkorlik turistik tashkilotlar bilan munosabatlar, belgilangan mamlakatda turizmni rivojlanish darajasi, ya'ni turizm qancha rivojlangan bo'lsa, o'z-o'zidan sayyohlar ham o'sha davlatga, o'sha mamlakatga qiziqishi ortib boraveradi. Belgilangan mamlakatni siyosiy barqarorligi, ya'ni turistlar siyosiy jihatdan barqaror, tinch bo'lgan joylarga sayohat qilishni afzal ko'rishadi. Tur paket narxi bu tur paketni muvaffaqiyatiga ta'sir etuvchi eng muhim omil hisoblanadi. Ya'ni bu narx eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Narxlashtirishda boshqalarnikiga o'xshamagan alohida xususiyatli tur paketga ega bo'lgan turoperatorlar ko'proq erkinlikka egadir. Ya'ni ularni narxini asosan xizmatlarni sotib olish va boshqa xarajatlar, shuningdek daromadni ma'lum foizini kiritishda asoslanib belgilaydilar. Ommaviy bozor turoperatorlar asosan raqiblar narxiga asosan narx belgilashadi. Ayniqsa tur paketlarga talab pasayganda narxlarni ham shunga yarasha pasaytirishadi. Ya'ni o'lik mavsumlarda nisbatan boshqa mavsumiy paytlarga nisbatan arzonroq narxlarda bo'ladi tur paket narxlari. Xizmat paketi to'plami bu turoperator tomonidan yaratilgan bo'lib, ma'lum xizmatlar to'plamidan, ya'ni tashish, joylashtirish, ovqatlantirish, ekskursiya va hokazolardan iborat turistik mahsulotlar hisoblanadi. Tur va uning paketini shakllantirishda turistlar bilan ishlashning ikki xil varianti mavjud. Ya'ni buyurtmali turlar sotib olish va inklyuziv turlar sotilishi. Buyurtmali turlar sotishda dasturni shakllantirish va xizmatlar tarkibini yaxlitlash turist xohishiga binoan va uning bevosita ishtirokida amalga oshiradi. Ya'ni turistni ehtiyojidan, xohishidan kelib chiqqan holda tur paket to'plami ishlab chiqiladi. Inklyuziv turlar esa bu oldindan rejalashtirilgan va dam olishni yoki turizmni ma'lum turi hamda turistlarning ma'lum ijtimoiy guruhi va uning yoniga yo'naltirilgan qat'iy xizmatlar to'plamidan iborat hisoblanadi. Ya'ni siz bu xizmatlardan
chekkaga chiqib ketolmaysiz. O'sha belgilangan turpaket bo'yicha sayohatni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Turizm sohasida joylashtirish xizmatlari. Keyingi mavzuyimiz. Mavzuyimizni quyidagi rejalar orqali yoritib beramiz. Birinchi rejamiz turizm sohasida joylashtirish vositalari va xizmatlari. Ikkinchi rejamiz mehmonxonaning turlari va tasnifi. Turizm sohasida joylashtirish vositalari mehmonxona xo'jaligi insoniyat tarixidagi har qanday ijtimoiy formatsiyaga xos bo'lgan mehmonni hurmat qilish, uni qabul qilib olish va xizmat ko'rsatish tantanalari kabi eng qadimgi an'analardan kelib chiqadi. Ya'ni mehmonxona xizmatlari turizm sohasining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Mehmonxona biznesida ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini oshirish, bu borada mavjud xorijiy tajribani, ularning rivojlanish tendensiyasini o'rganish zamon talabi bo'lib qolmoqda. Mehmonxona bu kecha-yu kunduz 3 smenada 24 soat davomida murakkab texnologik jarayonlar sodir etiladigan korxona bo'lib, unda taklif etiladigan xizmatlar turistlar uchun avvalo qulay va xavfsiz bo'lishi kerak bo'ladi. Mehmonxona individual va jamoaviy joylashtirish vositasi sifatida jihozlangan aniq nomerlar soniga hamda kategoriyasiga qarab xizmatlarni yig'indisini taklif qiluvchi korxona hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2016-yil 2-dekabrdagi O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni mamlakatda turizm sohasining yangi bosqichdagi rivojlanishiga asos solgan. Bunda bir nechta tur operatorlarga bir nechta imtiyozlar berilgan. Ya'ni turizm operatorlari tomonidan ko'rsatiladigan turizm xizmatlaridan tushadigan xorijiy valyutadagi tushum majburiy sotishdan ozod qilingan. Bu esa turizm kompaniyalariga o'z daromadlarini erkin boshqarish, xizmat sifatini oshirish va yangi loyihalarga sarmoya kiritishga imkon beradi. Mehmonxona xo'jaliklariga ham bir necha yengilliklar berilgan. Ya'ni mehmonxonalar xorijiy valyutada olingan tushumni faqatgina 25% majburiy tartibda sotadilar va qolgan qismini ularning ixtiyorida qoladi. Xorijiy fuqarolar mehmonxona xizmatlari uchun erkin ayirboslanadigan valyuta to'lovini amalga oshiradilar. Faqat respublika va davlat budjet tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladigan to'lovlar bundan mustasno hisoblanadi. Yirik investitsion loyihalar uchun bir nechta soliq imtiyozlari berilgan. Ya'ni kamida 400 yulduzli darajaga ega bo'lgan mehmonxona yoki motellarni foydalanishga topshirganda yuridik shaxslar 5 yil muddatga foyda solig'i, yer solig'i, mol-mulk solig'i va yagona soliq to'lovlaridan ozod etilishi belgilab o'tilgan. Mehmonxonalarni ro'yxatga olish, ularning kelishi va ketishini boshqarish, mehmonlarga turli-tuman xizmatlarni ko'rsatish mehmonxonani ma'muriy qismida amalga oshiriladi. Mehmonlar oqimi har xil kiruvchilar, ketuvchilar, yashovchilardan iborat hisoblanadi. Joylashtirish xizmati esa asosan quyidagi ishlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni mehmonlar hujjatlariga ko'ra qabul qilinadi. Ma'mur mehmon bilan yashash joyini, nomer, o'zi mehmon xohlayotgan nomerni, toifasini, joylashish o'rnini va shu kabi xohishlarini, ko'rsatiladigan xizmatlarni, yashash muddatini kelishib oladi. Yashash uchun haq to'lanadi va rasmiylashtirish yakunlangandan keyin esa mehmonxonaga nomer kartasi va kaliti beriladi. Mehmonlar nomerda yashash davri ularga xizmat ko'rsatish, yashash muddatini uzaytirishlari mumkin yoki mehmonni bir nomerdan boshqa nomerga o'tkazish zarur hollarda. Mehmonlarni yashash uchun haq olish, mijozlarning xohishiga qarab unga qo'shimcha xizmatlarni ko'rsatish o'z ichiga oladi. Mehmonni jo'nab ketishini rasmiylashtirish chog'ida ko'rsatilgan xizmatlar uchun u bilan to'liq hisob-kitob qilinadi. Ya'ni foydalanilmagan avans qaytarib beriladi va mijoz o'zini xonasini nomerini va kalitini topshiradi. Mijoz bilan hisob-kitob naqd pul bilan ham yoki pul o'tkazish yo'llari bilan ham amalga oshirilishi mumkin. Yagona hisob-kitob soati 12 soat, ya'ni tizimli joriy etish mehmonxona ma'muriyatiga mijozlar bilan texnik hisob-kitob qilish jarayonini soddalashtirish imkonini beradi va
mijozga kredit kartalaridan foydalanish imkonini berish yo'li bilan mehmonxona uning erkinlik darajasini oshiradi. Turistik mehmonxonalarni joylashtirish vositalari bir nechta turlardan iborat bo'lib, bu mehmonxonalar va o'xshash muassasalar, o'sha mehmonxonalarga o'xshash muassasalar. Bularga misol qilib mehmonxonalarni, motellarni, pansionatlarni, plyajlardagi har xil mehmonxonalarni, nomerga ega bo'lgan klublarni, mehmonxona uylarini va boshqalarni misol qilib keltira olamiz. Tijorat mehmonxonalari va joylashtirish vositalariga turistik bazalarni, yoshlar uchun mo'ljallangan mehmonxonalarni, turistik mehmonxonalarni, turistik qishloqlarni, ijtimoiy turizm muassasalarini va boshqalarni misol qilib keltirib o'tsak bo'ladi. Maxsuslashtirilgan joylashtirish vositalari, ya'ni davolovchi mehmonxonalar, mehnat va dam olish lagerlari, joylashtirishni transport vositalari, rotel, botel, flotel, boshpana va boshqalarni misol qilib aytsak bo'ladi. Maxsuslashtirilgan joylashtirish vositalari esa xususiy yashash joylari, xususiy uyda ijaraga olingan xonalar bo'lishi mumkin yoki qarindoshini, tanishini joylashuvi orqali amalga oshirishi mumkin yoki xususiy agentlarga ijaraga olingan xonalar, bularga misol keltirib aytsak bo'ladi. Mehmonxona nomeri bu joylashtirish xizmatining asosiy elementi, ya'ni mehmonlarga dam olishni, uxlashi uchun, ishlashi uchun imkoniyatini yaratuvchi ko'p funksiyali joy hisoblanadi. Nomerlar jahon amaliyotida bir nechta turlarga ajraladi, ya'ni bir xonali nomerlar. Bu bitta kishi uchun mo'ljallangan yotoq bir xonali nomer hisoblanadi. Ikki kishilik nomer, ya'ni ikki kishilik ko'pincha oilalar uchun, ba'zan bir kishi uchun mo'ljallangan xonalar ikki kishilik nomerlar hisoblanadi. Twin bu ikki kishi uchun ikkita alohida karavotdan iborat bo'lgan oila a'zolari va guruhlar uchun mo'ljallangan joy twin hisoblanadi. Ko'p nomerli nomerlar 3 yoki undan ko'p inson, asosan bitta guruh uchun mo'ljallangan nomerlar ko'p o'rinli nomerlar hisoblanadi. Oilaviy nomerlar, ya'ni oila a'zolari, ota-ona va farzandlari uchun farzandlarni har xil tarbiyalovchilar, bobosi, buvisi bilan turishiga mo'ljallangan nomerlar, bu oilaviy nomerlar hisoblanadi. Dormitoriy bu karavotlar soniga qarab yashovchilarni qabul qiluvchi ko'p o'rinli nomerlar bo'lib, aynan bitta guruh uchun mo'ljallangan hisob bo'ladi. Apartament bu yotoq, yotoq joyi, alohida yotoq, dam olish xonasi, oshxona va oshxona jihozlari, 2 yoki undan ko'p xonalar, masalan, mehmonxona, kutish xonasi, yotoqxonadan iborat bo'lib, bu bitta oila a'zolari yoki guruhlar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Junior suite bu ishlash, dam olish uchun qo'shimcha joyi bor nomerlar junior suite hisoblanadi. Bu kategoriyaga kiruvchi uylar bir xonali hisoblanadi. Asosan ishbilarmonlar uchun mehmon kutish, kichkina oshxona, ishlash joyi bilan ta'minlangan bo'ladi. Bir yoki ikki kishi yashashi uchun mo'ljallangan, ya'ni xonani yarmi mehmon kutish xonasi va oshxona va kabinetdan iborat bo'ladi. Suite bu yotoq joyi, alohida xona, dam olish xonasi, ish xonasidan iborat bo'lib va 3 va undan ko'proq yashash xonasi va qo'shimcha hojatxonadan iborat bo'lgan nomerlar bu suite hisoblanadi. Mehmonxona nomerlar tepada ta'rif berib o'tganimizdek, apartment, twin, dormitoriy rasmlarini ko'rib olsangiz bo'ladi. Ya'ni dormitoriyni aytdik, guruh bir nechta karavotlardan iborat bo'lgan nomerimiz dormitoriy hisoblanadi. Twin ikkita alohida karavotga ega bo'lgan, ya'ni 2 kishi uchun mo'ljallangan xonalar. Twin apartament esa bu to'liq yashash uchun barcha sharoitlar bor mavjud xonalar apartament hisoblanadi. Turistlar va mehmonxonalarni joylashtirish vositalari bu mehmonxonalar va unga o'xshash muassasalar bo'lishi mumkin. Tijorat mehmonxonalari va joylashtirish vositalaridan iborat bo'lishi mumkin yoki maxsuslashtirilgan joylashtirish vositalari va maxsuslashtirilmagan joylashtirish vositalaridan iborat bo'lishi mumkin. Ya'ni
Ko'pchilik turistlar borgan mamlakatida aholi bilan birga yashab, o'sha xususiy uylarda ijaraga olib, alohida xonalarda qolishlari mumkin yoki qarindoshini, tanishlarini joylashtiruv orqali joylashishlari ham mumkin. Bularning barchasi maxsuslashtirilmagan joylashtirish vositalari hisoblanadi. Atelyuks bu o'z sig'imi bo'yicha mehmonxonani mazkur turi kichik yoki o'rta korxonalar safiga kiradi. Kattaligi bo'yicha odatda shahar markazida joylashgan bo'ladi. Yaxshigina ta'lim olgan o'sha professional xodimlar, o'zini sohasini mutaxassislari xizmat ko'rsatadi. Bu yerda har xil konferensiyalarni, xizmat uchrashuvlarini biznesmenlar bo'lib hisoblangan o'sha talabchan mijozlarga servis juda yuqori darajada ko'rsatiladi. Ya'ni barcha xizmat turlari o'z ichiga oluvchi nomerni narxlari ham ancha qimmat hisoblanadi. Sig'imi bo'yicha kichik va o'rta o'lchamli, ya'ni 400 o'ringacha yirik shaharni doimiy bo'lmagan aholisi uchun xosdir. Ya'ni vaqtinchalik turar joy sifatida ko'p yillardan beri o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishdan foydalanilgan kvartira shaklida tashkil topadi. Mehmonxonaning mazkur turida narxlar qoidaga ko'ra joylashuv muddatiga bog'liq ravishda turlanib, o'zgarib turishi mumkin. Uzoq muddatga to'xtab o'tuvchi oilaviy turistlarga va biznesmenlarga, ijarachilarga xizmat ko'rsatadi. Otel kurort. Bu atama nafaqat turar joyni, balki dam olish va sog'lomlashtirish uchun mo'ljallangan keng ko'lamli xizmatlarni o'z ichiga oladi. Masalan, ba'zan shunchaki mehmonxona deb ham atalishi mumkin, lekin bu mehmonxonani dam olish va ko'ngilochar xizmatlariga ham ixtisoslashganligini anglatadi. O'zbekistonda dam olish maskanlari misollar bilan keltiradigan bo'lsak, Toshkent viloyatidagi Amirsoy, tog' chang'i kurortlari, Charvaq dam olish zonasi kabi suv havzasi bo'yidagi majmualarni, Archazor Mountain Resort kabi tog'li hududlardagi mehmonxonalarni misol qilib keltirsak bo'ladi. Ya'ni bu yerga odamlar sog'ligini tiklash uchun ham, dam olish uchun ham tashrif buyurishadi. Motel bu shahar tashqarisidagi, shahar yaqinida magistral yo'l yoqasidagi oddiy bir yoki ikki qavatli binolar motel hisoblanadi. Ya'ni bu odamlarni uzoq shaharlarga avtomashina, avtotransport vositalari orqali sayohatlarni amalga oshirayotganda shaharni ichkarilaridan mehmonxona qidirib o'tirmasdan o'sha yo'l yuzida joylashib dam olib ketishlari uchun mo'ljallangan mehmonxona hisoblanadi. Asosan o'sha avtomagistral yo'llarda joylashgan mehmonxonalar, yo'l yuzidagi joylashgan mehmonxonalar bizda motel hisoblanadi. Rotel bu ingliz tilidan olingan, ya'ni rolling hotel, tunash uchun mo'ljallangan kreslolar joylashtirilgan bir yoki ikki o'rinli vagonlardan tashkil topuvchi harakatlanadigan mehmonxonalar bizda rotel hisoblanadi. Botel bu mos ravishda jihozlangan kichik kema sifatida foydalanuvchi suvdagi uncha katta bo'lmagan mehmonxonalar botel hisoblanadi. Flotel ko'p hollarda bu suvdagi kurort, ya'ni suv mehmonxonasi deb ham ataladi. Flytel bu agro mehmonxona yoki uchuvchi mehmonxonalar bizda flytel deb nomlanadi. Xalqaro statistika bo'yicha mehmonxonalardagi turistlarni talabi va ehtiyojlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, mehmonlarni 95% dush va qolgan 5% esa vanna qabul qilishni yaxshi ko'rar ekan. Mehmonlarni 40% ertalab uyg'otishni so'rar ekan. Mehmonlarni 95% har kuni kamida 1 soat televizor ko'rishni xohlashar ekan va mehmonlar orasida biznes turistlar 40% ni tashkil qilar ekan. Juft bo'lib sayohat qiluvchilar 43%, yolg'iz erkaklar esa 32%, yolg'iz ayollar esa 42% ni tashkil qilishini ko'rishimiz mumkin. Mehmonxonani tavsifi va turlari. Funksional vazifasiga qarab mehmonxonalar quyidagilarga ajratiladi. Ya'ni ishbilarmonlar uchun mo'ljallangan umumiy tipdagi o'sha idoraviy yig'ilishlar, kengashlar va hokazolar uchun mo'ljallangan
mehmonxonalar yoki dam olish uchun mehmonxonalar, turistik kurorti mehmonxonalari, avtoturistlar uchun motellar, kempinglarni bunga misol qilib ayta olamiz va mehmonlarni maxsus turlari, ya'ni tranzit yo'lovchilar uchun, sportchilar uchun va boshqa turdagi mehmonlar uchun quriladigan mehmonxonalar. Bularga misol qilib aytsak bo'ladi. Hozirda jahonda ma'lum bo'lgan 30 dan ortiq mehmonxonalarni tasniflash tizimlari mavjud. Ya'ni ular orasida keng tarqalganlari bu Yevropa tasniflash tizimi hisoblanadi yoki yulduzlar tizimi. Fransiya milliy tasniflash tizimi asosida tuzilgan. Uning zamirida mehmonxonalarni 1 dan 5 yulduzgacha bo'lgan toifalarga ajratish yotadi. Bunday tizim Fransiya, Avstriya, Vengriya, Misr, Xitoy, Rossiya va boshqa bir qancha mamlakatlarda qo'llaniladi. Yana bitta keng tarqalgan tizimlardan bittasi bu harflar tizimi. Asosan Gretsiyada qo'llaniladi. Buyuk Britaniyada bo'lsa tojlar tizimi amal qiladi. Hind tizimi ballar asosida 100 balldan 290 ballgacha Osiyo va Afrika mamlakatlarida qo'llaniladi. Olmoslar tizimi esa AQShda yulduzlar tizimi bilan birgalikda qo'llaniladi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda mehmonxonalarni tasniflashni Hind tizimi keng tarqalgan. Bu tizim mehmonxonalarni 5 toifaga 1 yulduzli, 2 yulduzli, 3 yulduzli, 4 yulduzli va 5 yulduzli toifalarga ajratishni nazarda tutadi. Bu toifalarni maxsus komissiya ballar bo'yicha baholash asosida belgilaydi. Ya'ni 1 yulduz toifasi bu toifaga mansub mehmonxona yaxshi hududda, mehmonxona uchun yaroqli binoda joylashgan bo'lishi kerak. Maksimal baho esa 15 ballni tashkil qiladi. Mijozlar bilan aloqa qiluvchi xodimlar ingliz tilini bilishi, o'sha zarur hajmda bilishi bu maksimal 5 ballni beradi. 2 yulduzli toifasini olish uchun esa 150 ballni to'plash kerak bo'ladi. 3 yulduz uchun 210 ball, 4 yulduz uchun 250 ball, 5 yulduz uchun esa 290 ballni to'plash kerak bo'ladi. Jahonda mehmonxonalarni Fransiya milliy tasniflash tizimi darajasi keng tarqalgan. Bu tizim turistik mehmonxonalarni 6 toifaga ajratadi. Shulardan 5 toifa mehmonxonalar ma'lum miqdorda yulduzlar berishni nazarda tutadi. Ya'ni 1 yulduzli, 2 yulduzli, 5 yulduzli mehmonxonalarga ajratadi. Bir toifa yulduzsiz. Bunday tizim mehmonxona xizmatlari bozorini ancha to'liq qamrab olish imkonini beradi. Minimal talab mezonlarga javob bera olmaydigan mehmonxona toifa olishga da'vogar bo'la olmaydi. Bunday talab mezonlar quyidagicha birlashtirilgan. Ya'ni A. Xonalar miqdori, B. Umumiy binolar va xonalar, C. Mehmonxonani jihozlanishi, D. Yashash joyini shinamligi, E. Xizmat ko'rsatish, F esa nogironlar va harakatlanishi cheklangan shaxslarga yaratilgan qulayliklarni bildiradi. Germaniya tasniflash tizimiga ko'ra mehmonxona korxonalari 5 toifaga ajratiladi. Bu tizimni Yevropa tizimi bilan uyg'unlashtirish maqsadida bu yerda har bir toifa ma'lum bir miqdordagi yulduzga mos kelishini nazarda tutadi. Ya'ni turistik toifalar 1 yulduzga, standart toifalar esa 2 yulduzga, komfort toifa esa 3 yulduzga, birinchi toifa esa 4 yulduzga va lyuks toifamiz 5 yulduzga teng keladi. Boshqa tasniflash tizimlari ham o'zini yulduzlar tizimiga muvofiqligini belgilashga harakat qiladi. Masalan, Gretsiyada A toifa mehmonxonalari 4 yulduzli darajaga, B toifali mehmonxonalari 3 yulduzli darajaga, C toifa mehmonxonalari esa 2 yulduzli darajaga, D toifa mehmonxonalari 1 yulduzli darajaga mos keladi. Italiyada birinchi toifa mehmonxonalar shartli ravishda 4 yulduzli darajaga, ikkinchi toifa mehmonxonalar esa 3 yulduzli darajaga, uchinchi toifa mehmonxonalar esa 2 yulduzli darajaga mos keladi. Yulduzlar darajasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, 2 yulduzli mehmonxonalarda xizmat sifati asosiy bo'lgan xizmatlarni ko'rsatadi. Qulaylik darajasi oddiy, kichkina tarzda bo'ladi. Xodimlar malakasi ham o'rta malakali xodimlardan iborat bo'ladi va asosiy farqi bu minimal qulaylik va arzon narxlar bilan qolgan yulduzli mehmonxonalardan ajralib turadi. 3 yulduzli xizmat ko'rsatish darajasi bu
o'rta xizmat darajasini ifodalaydi. Asosan qulaylik darajasi qulay va toza shaklda bo'ladi. Xodimlar esa malakali xodimlar xizmat ko'rsatadi va o'zini restorani 24 soatlik qabulxonasi mavjud bo'ladi. 4 yulduzli darajada esa xizmat sifati yuqori darajadagi xizmatni taklif qiladi. Qulaylik darajasi keng va zamonaviy holda bo'ladi va malakali xodimlar, o'sha professional malakali xodimlar xizmat ko'rsatadi va boshqa turdagi mehmonxonalardan sport zali, basseyni va transferi bilan ajralib turadi. 5 yulduz mehmonxonalar esa eng yuqori darajadagi mehmonxonalar, eng yuqori xizmat ko'rsatish sifatiga ega bo'lgan xizmat darajasi hisoblanadi. Ya'ni qulaylik darajasi ham lyuks, hashamatli bo'ladi. Xizmat ko'rsatganda xodimlar malakasi yuqori malakali xodimlar xizmat ko'rsatadi va qolgan yulduz darajalaridan asosiy farqi shaxsiy xizmat va premium qulayliklari bilan ajralib turadi. E'tiboringiz uchun rahmat.